raqsga tushaverib, bu qizlar o'sha probegiga ham ketib qolgan. Qo'ylovda mustigida turaverib, uni probegiga ham aylanib, orqaga aylanib ketgan probeg o'sha. Voy, onasini yemsin jalab, klublar ham qolmagan. O'sha klublarga ham kirib bo'lmaydi u oblitsovka bilan. Dubay qabul qilmaydigan bo'lib ketgan. Hozir yoshlari chiqyapti, u konkurensiya ham qolmagandan oxiri bir balolar qilib biqinlarni yig'ishtirib olib, Mahmudga tugib, Mahmudning tegidan pantalonni qo'yib, uni ko'tarib olib, unga bir narsalarni yana ko'paytirib, lab qilib Instagramga chiqdi endi bu ifloslar. Instagramga chiqsa, ana ochkichi aka keladi-da, "Davay" deydi, "Men siz" deydi, "Prosmotlarim qarang" deydi, 5 million deydi. Uncha bloger deydi, ssenariy qilib ham deydi, kino olib ham deydi, bunaqa deydi, anaqa prosmotr kommentga ega emas deydi. Faqat komment bilan kommentning farqi bor. To'g'rimi? Keyin xo'p deydi, u ham, unga ham aktiv kerak-ku. Qara, tonki joyini o'rgataman hozir, ko'rsataman hozir. U qizga qanaqa foyda? U qizni pulga gaplashadi bo'lasam, yo'q, u haromiga ham odam kerak. Men bunga aktiv kerak. Siz telefonni olib kelasizda deydi, mashinada kelasizda deydi. Yoningizda bitta bola o'tirgan bo'ladi dedi. Keyin u bolani deydi, yonida o'tirganda deydi, siz ayol bo'lib turib men bilan gaplashsangiz deydi. Erkegingiz gapirtirmasangiz deydi, uni alfoningizda deb so'kishadi deydi. Haligi joyda qaranglar, psixologiya jalab. U ochki yiballar aqlli ekan jalab. Bir vaqt haligi joyda